shu ishni qilmasangiz telefoningiz yo'qolganda umidingizni uzoring. Hozir men sizlarga ikkita narsani o'rgatib beraman. Birinchisi telefoningizni o'g'irlatganingizda, ikkinchisi telefoningizni sotayotganingizda yoki almashtirayotganingizda kerak bo'ladi. Birinchisi siz telefoningizni o'g'irlatib qo'yganingizda kerak bo'ladi. Telefoningizni lokatsiyasini qayerda turganini topib olishingiz uchun. Uning uchun iCloudga kiramiz. iClouddan lokator degan joyiga kiramiz. Lokatordan Nighty iPhone'ni ichiga kirib buni yoqib qo'yamiz. Buni yoqqanimizdan keyin pastda set lokatori bilan последний geopozitsiya turadi. Shuni yoqib qo'yamiz. Bu yonib turganda kimdir telefoningizni o'g'irlab ketgan holatda telefoningiz ekrani kodlangan bo'lsa, telefoningiz qayerda turganligini bilib olsa bo'ladi. Ikkinchi, iCloud'imizga tegishli maxfiy narsamiz. Uning uchun ham iCloud'ga kirib olamiz. iCloud'dan lokator degan joyga kirib, hozirda yoqqan har bir narsamizni o'chirib chiqamiz. Nighty iPhone'da eng asosiysi Nighty iPhone'da o'chiramiz. Nighty iPhone'da o'chirganimizdan keyin bizni iCloud parolimizni so'raydi. iCloud parolimizni tersak, avtomatik telefonimizni lokatori o'chadi. Shundan keyin iCloud'imizni chiqarsak xavfsiz bo'la oladi. Shunaqa telefon oldi-sotdi sohasida maxfiy narsalarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.